Kecha kanalimiz obunachilaridan biri listeningni 5,5 dan 9 ga qanday oshirish mumkin degan savol bilan murojaat qildilar. Kelinglar, shuni isboti bilan ko'ramiz. O'quvchilarimga doim listeningni oshirish uchun analyze and prediction katta yordam beradi deb o'rgatganman. Asosan o'zim bilan analyze qilib ishlaydi. Keyin o'ziga analyze qilish uchun imkon beraman, ular ham o'rganish uchun. Misol uchun, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qanaqa analyze qilib ishlaganini mana. Bitta-bitta har bittasini javobini qanaqa analyze qilib ishlagan mana. Qanaqa kelyapti, nima deyapti listeningda umumiy, qanaqa javoblar bilan kelyapti, qanaqa spelling mistake'lar bo'lyapti, mana yozilishda qanaqa xatolar bo'lyapti yokida mana analyze har bittasini tagiga chizib, har bitta so'z qanaqa kelyapti, umumiy prediction olingan, keyin so'z olingan. Ko'rishingiz mumkin mana har bitta listening qanaqa kelyapti, nima deyapti, umumiy nimasi bilan ajralib turibdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa berilgan. Mana shu analyze qilib ishlash degani. Shunaqa analyze qilish orqali bolalarning natijasi 2 oyda aprelning boshidan may oxirigacha 4,5, 5,5 dan 7,5, 8 ga ko'tarilgan. Ya'ni bu analyze prediction nafaqat bitta bolaga, balki butun sinfga yordam beryaptimi? Demak, sizga ham yordam beradi. Bu texnikani sinab ko'rishingiz albatta shart.